هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. O'qilgan bu mukaddas kalom-i Qur'on, yozilgan dasturxonlar, o'qilgan mavludi shariflarda Allohim dargohingda qabul ayla. Xato kamchiliklar bo'lsa o'zing kechir. Ya Rabbil alamin, 18 ming olamda podshosan. Bizlarni yo'q yerdan dunyoga keltirdin. Bizlar uchun qorong'u dunyoni yoritgan. 18 ming olamda podshosi bo'lmish ota-onamizdan mehribon bo'lgan yolg'iz Allohga hamd sanolar bo'lsin. Ikki olam sarvari Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovat salomlar bo'lsin. Chahar yollar do'stim desin, Imom Azam mazhabim desin. Bütün dunyoda tashriq xotirjamlik yaxshilik kunlardan uzoq yil nasib etgin. Yurtimiz tinch, hayotimiz farovon bo'lsin. Osmondan yerdan kelayotgan har xil baloyi ofatda saqlagin. Yurtboshimizni ham umrini uzoq qilgin. Mana pensiyalarni beryapti, mana mahallalarda asbollar bo'lyapti, suyuklar yonib turibdi. Buning uchun ming martalikda rahmatlar aytamiz. Allohim umrini uzoq bo'lsin. Chegarada turgan soldatlarga ham umrini uzoq qilsin. Bola chaqasi bilan tinch bo'lsin. Hayotida yaxshilik kunlar bo'lsin. Ahli qul mo'minlarning qatorida bütün dünyada tashriq xotirjamlik yaxshilik kunlardan nasib etdi. G'am tashvishdan xoli qilib iymonda, e'tiqodda, taqvoda bardavom qilsin. Rayon rahbarlariga ham umriga rizqi baraka ato qilib, har xil balodan o'zi asrab, ishlari o'ng'idan kelib, xalqqa yaxshi xizmat qiladigan bandalaringni qatoridan joy ato qil. Ya Rabbil alamin, bemor ahli mo'minlaringga shifo ber. Qorzuvardan najot ber. Bebahal o'limni nahaq tuhmat, baloy ofatdan saqlab, ikki dunyo saodatiga musharraf qilin. Ko'targan qo'llarimizni quruq qaytarmag'in, iymonda, e'tiqodda, taqvoda bardavom qilin. O'zingdan begona bo'lmag'in, yaxshilarga yondashtir, badbaxtlardan adashtir. Din islomga quvvat, mo'minlarga omad. O'zingdan so'raymiz, duolarimizni qabul ayla. Mana Povullar ham juda mehnat yaxshi qildi, oshlarni qilib beryapti qachondan beri. Mana ukamizni ham, Povul ukalarimizni ham umriga rizqi baraka ato qilsin. Bir Povul ukamiz aytdi, otalarimizni haqqiga duo qilin dedi. Otalari ham katta Povul bo'lgan ekan, domla bo'lgan ekan, masjidlarda imom. Qora akamizni ham, Povul akamizni ham o'tib ketgan otalari, onalarni Xudo rahmatiga ruhlarini shod aylab, qo'llari bundan ham shirin bo'lib, xalqning duosini olib, xalqqa xizmat qilishni o'zining nasib ro'zaylagin. Ya Rabbil alamin, choy qaynatganda ham shariatga muvofiq maqsadini o'rgan, umriga rizqi baraka ato qilib, xalq duosini olib yurgansin. Parvardigor ahli mo'minlarning qatorida ekalarni mitadi ham Allohim umriga baraka ato qilib, to'g'ri yo'ldan nasib etgin ularga ham ahli mo'minlarning qatorida bu ziyoratga qadam bosib kelgan mehmonlarimizga ham qadamlarimizga hasanat, umrlarimizga baraka ato qilib, bemahal o'limni haq tuhmat baloy ofatdan saqlab, ikki dunyo saodatiga musharraf, o'zingga yaqin bandani qatoridan joy ato qil. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Rasulillah Muhammedin ve alihi ve ashabı ecmain. Ko'targan qo'llarni quruq qaytarma, hammalarni o'tmishda o'tib ketgan ota-onalarimiz, baba-kalonlarimiz ham rahmatiga ruhlarini shod, oqatlarni obod aylagin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar. Bi rahmatika. Allohu akbar. Birodarlar, keyingi dushanbaga Qaynarbuloq, Hashimboyga, ya'ni Shahid Mozor. Uchalasini ham aytdimi?
Kapatmayam deb qo'ydim. At ko'rma. Yo'qdan. Ko'p. Ashaka bo'laverasizlar. Kapatgan o'zidan ko'rdim endi. Endi mana bu kelmaganlarga hammasiga aytinglar. Endi yakun bo'ladi, yakun. Men ham 1 yillik отчетni berishim kerak. Allohning oldida qarzdor bo'lmasligi uchun sizlardan rozichilik so'rashim kerak. Endi kimdandir qanaqa gapirganman, kimgadir bu ishni o'rtasida qo'polroq gapirgan bo'lishim mumkin. Shuning uchun kelmay qolmagan odam bo'lmasin. Hamma bo'lsin xudo xolasa. Ashaga kelaverasizlar. Bugungi nimamiz Alloh yaxshi oxirida barakasini berib, o'rni tiklanib ketdi. 0-0 hamma yo'q. Rasvotimiz. Juda chiroyli bo'ldi. Keyin rozi bo'lib qo'yasizlar, mana ko'lda Karim Polvon akamiz uyda yotib qolgan ekan, shunga bir tovoq osh oldim. Hozir sizlarni roziliklaring bilan bitta nom bilan shunga berib o'tib ketaman ekson. Bo'laveradi. Hammalaring rozi bo'linglar. Metin bu qayga qo'shimdim deb qoldim. Qargalarga bormay qo'yavering ekan. Yo'q, bormay qo'yamiz. Uzoq nima ekan? Qimmat ekan. Qimmat. Qimmat ekan. Men odam oldim. Kemasi ham qimmat ekan 50 ming. Kemaga tushmay qo'rasiz. Ha, shunaqa. Qimmat emas, hamma yo'q ham yaxshi, arzon, unaqa demanlar. Yo, jay Bayga o nimalardan, qo'qonlardan kelyapti. Jay 300 ming ekan. Bitta so'ri. Endi kimgadir shunaqa bo'lar ham u yoqdan kelganda oladi. Mana biz boramiz 100 mingga olaman. Yo'q-e? Ha. Endi duo qilamiz, odamdan bo'lgan degan. Bo'pti. Abdurahmon qolganlarni ashulasidan bitta qo'yib qo'yasizda, duo qilasiz, tamom. Abdurahmon ukam bo'ladi. Sizlar mana shunaqa